Hurmatli kanalim obunachilari, bugun sizlar bilan qanday qilib yuz terisini toza tutish va Greenleaf mahsulotlaridan qanaqa mahsulotlar yuz terisini tozalashi haqida gaplashamiz. Demak, yuz terisini toza tutish o'smirlik davridan boshlanadi. Ya'ni barcha o'smir yigit-qizlarimizdan boshlab toki yosh katta erkaklar va ayollarga qadar hamma har kuni yuz terisini to'g'ri tozalashi shart. Yuz terisini toza tutish birinchi navbatda mikroblardan himoya qiladi. Ikkinchi navbatda yuz terisini nafas olishini va kislorod bilan ta'minlanishini yaxshilaydi. Uchinchi navbatda ugrilar, toshmalar toshishini oldini oladi va yuz terisiga har xil bakteriyalar tushishidan saqlanadi. Qolaversa, yuz terisini tozalagandan keyingi barcha oziqlantiruvchi, namlantiruvchi, ajin ketkazuvchi kremlarni yaxshi so'rilishiga yordam beradi. Demak, yuz terisini toza tutish uchun bizlarga nimalar kerak bo'ladi? Bizga haftada 2-3 marta foydalanish uchun maxsus skrablar, iloji bo'lsa penkalar, menda penka tugab qolganligi sababli majbur Greenleafni antibakterial suyuq sovunidan sponj bilan birgalikda foydalanyapman. Yuz terisini artish uchun bir martali antibiotikli qog'oz sochiqlar, mana bunaqangi o'ramda, salfetka ko'rinishida ham bor Greenleafda. Toniklar va vatniy disk Greenleafda mana shunaqangi ko'rinishdagisi bor. Demak, skrablar haqida gaplashamiz. Skrab haftada 2-3 marta foydalanishi shart. Skrab o'zi nima qiladi? Skrab yuz terisidagi o'lik hujayralarni tushirib beradi, makiyaj qoldiqlaridan tozalaydi va yuz terisini rangini yorqinlashtirib beradi. Bu skrab haqida alohida videom bor. Yuz terisidagi o'lik hujayralarni tozalamasa agar yuz terisidagi o'lik hujayralar bilan oziqlanuvchi klesh degan teri ostida yashovchi bakteriya paydo bo'lib, yuz terisini ugrilar toshishiga va yuz terisi ponralari kengayishiga sabab bo'ladi. Bu esa erta ajin tushishi, yuz osilishlarini olib keladi. Shuning uchun ham haftada 2-3 marta barcha insonlar yuz terisini skrab yordamida tozalashi shart. Bu kasallikni agar, ya'ni o'sha o'lik hujayralar bilan oziqlanuvchi kana bilan bog'liq kasallikni demadikoz deydi. Uni ko'rinishi peshona va yuzning ikki qismida va iyaklarda katta husnbuzarlar toshishiga olib keladi. Yuz terisini to'g'ri toza tutmasa, o'lik hujayralardan xalos bo'lmasa, o'lik hujayralar bilan oziqlanuvchi kana paydo bo'ladi. Bu birinchi mahsulotimiz. Keyingi mahsulotimiz, bu yerda penka bo'lish kerak. Penkam tugaganligi sababli Greenleafni antibakterial suyuq sovunidan foydalanaman. Ushbu suyuq sovundan foydalanish jarayonida albatta bizga mana bunaqangi sponjlar yordamga keladi. Yuz terisini to'liq toza tutish uchun penkalarni surganda 2 daqiqa yuzda qoldirish shart. Keyin yuvib tashlanadi. Agar penkangiz bo'lmasa, menga o'xshab antibakterial suyuq sovun va sponj yordamida yaxshilab ishqalab 2 daqiqa mobaynida ishqalab tursangiz agar kengaygan poralardagi tiqilib qolgan kirlar, yog'lar va makiyaj qoldiqlarini tozalab beradi. Undan keyingi asosiy e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan narsa bu yuz terisini artadigan narsamiz. Hech qachon yuz terisini ko'p martali sochiqlarda artishni tavsiya bermayman. Sababi yuzingizni bir marta artganingizdan keyin mabodo yuzingizda kichkinagina bakteriyacha qolgan bo'lsa agar, u o'sha sochiqqa o'tib, keyingi safar foydalanganingizda qaytib yuzingizga yuqadi va yuz terisini tozaligini buzadi. Bu gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham Greenleafda maxsus bambuk daraxti po'stlog'idan tayyorlangan antibiotikli mana shunaqangi bir martali qog'oz sochiqlar bor. Rulon ko'rinishida ham bor, salfetka ko'rinishida ham bor. Har safar yuzingizni yuvganingizdan keyin aynan mana shunaqa mahsulotga artishingizni tavsiya beraman. Bu yuzni yana ham tozaligini eng muhim vosita bo'lib hisoblanadi. Keyingisi, yuz terisini skrab, penka yoki suyuq sovun bilan tozalagandan keyin toniklar bilan artish shart. Toniklar bulardan qolgan kirlanish yoki makiyaj qoldiqlaridan keyingi kirlanishlarni olib tozalab beradi va aynan maxsus toniklar bo'lsa agar, bu yuz terisini himoya qilib, namlantirib ham beradi. Meniki bodringli bu pigmentatsiyani oldini olib, yuzni oqartirib ham beradi. Kuniga tozalashni nimasini aytadigan bo'lsam, skrablar haftada 2-3 marta kechqurun,
Penkalar har kuni iloji bo'lsa 2 mahal ertalab va kechqurun, iloji bo'lmasa 1 mahal. Agar yuzingiz quruq bo'lsa 1 mahal kechqurun foydalanasiz. Toniklar kuniga 2 mahal foydalaniladi. Agar uyingizda maxsus tozalaydigan mana shunaqangi vositalar bo'lmasa va buni olish imkoniyatingiz bo'lmasa, juda bo'lmasa aptekadan oddiygina salitsilviy kislota olishni tavsiya qilaman. Salitsilviy kislota yuz terisidagi kengaygan poralar, ichiga kirib qolgan changlar, yog'lar va makiyaj qoldiqlarini bittada tozalab beradi. Greenleaf mahsulotlarining ko'pisini orasiga aynan salitsilviy kislota qo'shilgan, ya'ni ichida bor. Demak, yuz terisini to'g'ri tozalash o'smirlik davridan boshlanadi. Skrablar haftada 2-3 marta, penkalar kuniga 2 mahal ertalab kechqurun. Mana bunaqangi kislotalar agar yuzingiz quruq bo'ladigan bo'lsa, haftada 3 marta yetarli. Toniklar har kuni yuz terisini toza tutish, keyingi namlantirish va oziqlantirish jarayonini yaxshi so'rilishiga yordam beradi.